Ovoz boryapti, ekran ko'rinyapti. Hammasi joyida. Tamom. Hop, qisqacha ya'ni nima uchun live ochdim desa, sababi juda ko'pchilikda hozir panika bo'lyapti haqiqatda. Ya'ni bu juda bir qo'rqinchli tushish bo'ldi. Lekin bo'lar ish bo'lib bo'ldi-da. Ya'ni hozir yana panik qilib minusdagi koinlarda sotib keragi yo'q deb bilaman. Ya'ni shuncha oz-moz bo'lsa ham tajribamizdan kelib chiqib. Hozir lichkamga tinmay savol kelyapti-da. Mana ko'yin o'luvdim, manimcha bizda ham minusda. Bizda ham minusda. Ya'ni xosatan meni o'zim ham ertaman tashladim, 34% minusda turibdi общий bizda. Ya'ni kechagi o'qishda oqib ketganda, hamma ko'rlarim oqib ketgan. Bu narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bozorda bu narsa kerak. Bozor shunaqa oshiqcha passajerlarni chiqarib, ya'ni o'zidan lishniy passajerlarni chiqarib turib, keyin asosiy harakatini boshlaydi-da. Men bu narsaga juda ko'pchilikni savollaridan kelib chiqib, bir misol uchun izoh bermoqchimanki, ya'ni insonlarga mana shunaqa psixologiyani sindirib qo'ygan bu treyderlar, ya'ni shu menga o'xshagan treyderlar, balki men bo'lishim mumkin. Nima uchun desa, ular faqat o'zini foydada, hech minus qilmaydigan qilib ko'rsatib qo'yganda. Shuning uchun insonlar bunaqa tushliklarda mana bunaqa minuslarni ko'tarolmaydi. Juda ko'p yangi boshlayotgan insonlar. Meni hozir jahlim chiqqan narsa, ya'ni hozirgi holatda ayrim kanallar nima qilyotibdi? Biz kecha mana oldindan bilganmiz, bu narsani oldindan jamoaga aytganmiz yoki VIP signalga aytganmiz. Biz almuhim hozir insonlar o'zi psixический bosimda turibdi, minusda turibdi. Yana u mana shu jotiga o'zini VIPini, o'zini jamoasini tiqishtirib, reklama qilib, chegirmalar qilib nima qilyotibdi-da. O'zi asli u bilan bunday yaqinroq olib gaplashib, yaqinroq borib ichiga kirishadigan bo'lsangiz, o'zi asli u ham minusda. Lekin shu paytda boshqa tagidan qo'shilgan pul bo'lmayapti-da, shu insonlarni pulini olib, ana shu o'zini ko'ngliga pastdan qo'shib olib, minusdan chiqib olmoqchi bo'lyapti. Endi har kimni ichini Alloh bilguvchi, ya'ni biz hech kimga aniq mana shunaqa demaymiz, lekin bunaqa paytda sal vijdon bo'lishi kerak deb bilaman. Ya'ni insonlar o'zi psixический bosimda yuribdi, minusda yuribdi, bir 99% yoki 95% inson minusda. Shunaqa paytda endi VIP sotib yoki boshqa narsani sotishlik bu ahmoqlik deb bilaman. Bunaqa narsalardan biroz insoniy tarafdan ham qaraydigan bo'lsak, sal insonda vijdon bo'lishi kerak deb bilaman. Ya'ni buni umumiy kelib chiqish sabablarini aytmoqchiman-da. Insonlar faqat o'zini treyderlar, mana bugun boya yangilik o'qib qoldik. Bitta rus treyder bor ekan-ku, o'zini o'zi joniga qasd qo'yibdi. Ana shuni ham oxirgi videosida nima debdi? Bu hamma treyderlar o'zini bir Ferrari'da yurib, bir boyvachcha, ya'ni har doim bir komfort hayotda yuradiganga o'xshab ya'ni ko'rsatadi, lekin bular asli haqiqat emas bo'ladi. Ana shuni gapiga misol uchun 100% qo'shilaman-da. Har bitta treyder o'zini komfort hayotini olib chiqishlikka harakat qiladi. Bitta treyder hozirgi kunda Instagram olamida juda ko'p insonlar, har qanaqa soha egalari o'zini hayotini komfortini ko'rsatyapti. Xuddiki kinoga o'xshab. Kinolarda ko'rganmiz, faqat insonlar komfort hayotni ko'rsatadi. Bag'dagi oddiy insonlar esa uni orzu qilib o'tib ketadi bu hayotda. Biz xolis olib chiqishimiz kerak, realniy hayotimizni olib chiqishimiz kerak deb bilaman, xosatan. Chunki boshqa insonlarga biz juda katta ta'sir qilyapmiz deb bilamanda. Kriptoda hozirgi kunda shu. Ishonavering, bir 50 tadan oshiq desam yolg'on bo'lmasa kerak, chunki kanalimga men ochiq lichkamni qo'yib qo'yganman. Mana coin olganmiz, nima deysiz? Mana coin manimcha minusda. Jon akalar, menda ham minusda. Men xosatan minusdaman. Kechagi tushlarda minusda yuribman. Hozir endi sekin-sekin qo'shadiganlarga qo'shyapmiz. Bu yerda yagona narsa bizni nima qilishi mumkin? Bu kripto bozorda ushlab qolishi mumkin. U yagona narsa nima desa, tizimli savdo, ya'ni sistemli savdo. Juda ko'p bu sohaga kirib kelgan insonlarda ikki dona eng katta xatosi bo'ladi. Ya'ni ikki xil insonlar bu sohaga kirib keladi va ana shu ikki xil insonlar bu sohadan yo turolmaydi yoki mana bunaqa tushliklarda sabr qilib turolmaydi. Shu bilan bu sohani skam ekan deb tashlab chiqib ketib qoladi. Yoki bo'lmasam umuman bu sohaga qaytib kirmaydi.
Ya'ni bularda birinchi toifasi tez boyish ilinjida kirgan insonlar. Yani mana bunaqa tushlikda u insonlar bir depozitini misol uchun yarmidan ko'pini yo'qotsa bo'ldi. Shu bilan bu sohani ya'ni umrbod yomonlab chiqib ketib qoladi. Ikkinchi toifa insonlar bu sohada stabilniy daromad qidiradigan insonlar. Bu sohada, kripto sohasida stabilniy daromad yo'q. Buni kechagi layfimda ham aytgandim. Stabilniy daromad yo'q. Mana qani o'sha stabilniy daromad deb da'vo qilayotgan insonlarni qarang. Qani qaysi biri stabilniy daromadda hozir? Bitcoin o'zi 20% tushyapti. Altcoin'larni qarang. Xohlagan altcoin'ingizni qarang. Misol uchun Atomlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin 99% qulayotibdi-da. Zirolar suvini qarang, $3,5 $3,5 yarim dollarga tushib chiqib qolyapti. Yarim dollar. Qani o'sha stabilniy daromad deb da'vo qilayotgan insonlar? Yo'q. Bu sohada stabilniy daromad yo'q. Ya'ni Instagramda ko'p ko'rib qolaman-da, stabilniy daromad qilish uchun manaqa yoki bo'lmasam tez boshlash uchun manaqa strategiyalar, unaqa narsalar yo'q jo'nka. Buni realniy kasb singari, realniy bir bozorga ham bir realniy qarashimiz kerak deb bilaman. Bunga biz juda yengil qaraymiz-da. Chunki shu hammasiga shu Instagramdagi, ya'ni jinni ketdi videolar sababchi deb bilaman. Ya'ni psixik bosim bo'ladi-da. Ba'zida o'zimga ham bosim bo'ladi-da. Ya'ni bu sohada tizimli savdo bor. Tizimli savdo ya'ni nima degani insonni o'zini sistemasi bo'lishlik kerak. Insonni o'zini tizimi bo'lishlik kerak. Har xil holatga tayyor bo'lishlik kerak. Ya'ni mana bunaqa tushliklarga ham tayyor bo'lishimiz kerak. Bu insonlarda ya'ni tizim va sistema bo'lmasa bunaqa tushliklarda ko'pchilik ko'tara olmaydi. Biz ko'proq o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak, tizim yaratishimiz kerak, o'zimizga sistema. Tizim va sistema har insonga har xil holatda tushadi. Ya'ni hammaga bir xil tizim, bir xil sistema tushmaydi-da. Kimdir misol uchun faqat stop bilan ishlashlikni yaxshi ko'radi. Kimdir misol uchun o'rta muddatga ishlashlikni yaxshi ko'radi. Kimdir uzoq muddatga investitsiya qilishni yaxshi ko'radi-da. Har bitta yo'nalishi o'zini sistemasi, o'zini algoritmi, o'zini tizimi bo'ladi. Misol uchun stop bilan ishlaydigan odam umumiy depozitda 1% ni risk qiladi. O'rta muddatga ishlaydigan odam har doim bo'lib oladi. Stopsiz bo'lib oladi. Eng kami 2 ga bo'lmasam 4 ga 5 ga bo'lib oladi. Uzoq muddatga ishlaydigan odamniki umuman boshqacha holat. Tushuntira olyapman-a? Shuning uchun biz ham o'zimizga tizim, sistema yaratishimiz kerak. Qaysi biri biz uchun ma'qul bo'lsa, ana shu tizimda, ana shu sistemada davom etishimiz kerak. Bu ertamanga Instagramga post qo'ysam bir kishi bunchalik xotirjam bo'lishlik uchun qancha depozit bilan kirishlik kerak yoki nima qilishlik kerak deb savol beribdilar. Yo'q, depozitda emas problema. Problema bu yerda tizimda, sistemada, ilmda, ya'ni tajribada. Endi ko'p gapirib bu foydali bo'ladi deb maqsadda, rozi bo'lasizlar. Lekin Bitcoinga qaytadigan bo'lsak, ya'ni oddiy yaqin tarixga qaraymiz. Ya'ni orqaga qaytib chiqishimiz shart emas-da. Bu yerda mana bo'lgan, mana bu joyda mana bo'lyapti. Yaqin tariximizga qaraylik. 31-mart, ya'ni aprel kunlari shu Trump, ya'ni boj solish, boj nimalarni boshlagan paytda o'zi Bitcoin tushishni boshlagan, altcoinlar umumiy bozorimiz yaxshigina tushishni boshlaganda va oxiri 31-mart, ya'ni shu aprel boshlarida yana boj kuchaytirilgan. Ana shu paytda, ya'ni yomon xabar, umumiy holat yomon xabar desak, yaxshigina tushishlik bo'lgan mana shu paytlarda. Bundan keyingi holatni ko'raylik. Ya'ni shu paytda olmaganlar mana bu joyda o'sha yerda bekor olmanmanda deb afsuslanib qolib ketgan insonlar bo'ldi. Hozirgi tushlik ham shunaqa deb bilaman. Ya'ni hozir ertamanga Instagramga qo'ygan postimni singari bozorga bu narsa kerakda. Ya'ni har bitta o'sgandan keyin, mana har bitta o'sgandan keyin yurib bu yerda range qilib turib, bitta tushdi, yana bu yerda yana ozgina tushib turib, shu bilan dalish ketyapti. Endi bu dalish ketishlik ham yana chiqdikda, range qilib yurib, bitta tushib, yana biroz chiqib turib, yana bitta tushyapmizda, yana ketishimiz bor deb qaraymiz. Nima uchun? Har bitta yomon xabar yaxshigina tushgandan keyin bozor ko'tarilgan. Har bitta yaxshigina tushgandan keyin bozor ko'tarilgan. Har bitta yaxshigina tushgandan keyin bozor ko'tarilgan. Mana shu tushliklarga ham nimadirlarni sabab qilib keltiradi. Bu kripto bozor shunaqada. Fond bozorlari bo'lsin, kripto bozorlar bo'lsin. Hali Trump u Xitoyga boj solgani yo'q. Shunchaki boj solishimiz mumkin dedi o'z Twitterida. Ya'ni buni Twitter sahifasiga kirib bemalol o'qib olsak ham bo'ladi. Ya'ni biz boj solishimiz mumkin degan ma'nosiga, degan gapiga S&P 500 bizda nima bo'ldi? Yaxshigina quladi.
Bu ham o'zi asli misol uchun ya'ni resistant ya'ni qarshilik zonada edi, maksimumda edi. Bu ham bir qator korreksiya qilishi kerak edi. Lekin kechagi shu Trampning gapiga bu reaksiya berdi. Ya'ni biz boj solishimiz mumkin degan gapiga qarasak bir 3,5%, salkam 4% ya'ni korreksiya berdi. Bunda ham o'zi umumiy holatda qaraydigan bo'lsak, ya'ni bunaqa katta tushliklar nimadir sabablar bo'lib tushgan, yaxshigina tushgan, shu 20%gacha tushgan. Undan keyingi holatni qarang, qancha o'sib ketgan undan keyingi holat. Ya'ni 2 baravar o'sib ketgan. 20% tushib 40% o'sib ketgan. Hozir yana tushishi mumkinmi? Ha, yana tushishi mumkin. Yana bir misol uchun где-то 9-10% tushishi mumkin. Lekin undan keyingi holatda o'ylasak, bizga bu tushliklar imkoniyat deb bilamiz. Bizda faqat sabr yo'q-da, shuning uchun sabr yo'q. Ko'pchiligimiz qisqa muddatda boy bo'lishni umid qilib kirganmiz bu sohaga. Uzoq muddatga ko'pchiligimiz sabr qila olmaymiz. Shuning uchun ko'pchiligimiz qisqa muddatda bunaqa tushliklarda qo'rqib, panik bo'lamizda, bozordan chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdagi bozor sekin o'z yo'liga tushib, yana yurib ketib qoladi. Hop, umuman S&P 500 da ahamiyat bersak, bizda misol uchun kechagina yaxshigina tushdik. Endi bu dushanba kuni ishlaydi, ya'ni bugun erta ishlamaydi. Dushanba kuni ochilgan paytda bu ham yaxshigina tushdida, o'zi normalniy tushdi bu. Bu 3,5%, 4% tushdi degani bu fond bozorlarda bir normalniy pul tushdi deganda bunda. Dushanba kuni muhimi bu ochilib, shu ochilgan paytda yana yuqoriroqdan harakat qilsa, yana yuqoriga harakat qilsa, kripto bozori ham tortib ketadi. Ya'ni Bitcoin chunki kechagi layfimizda aytganimizdek 110 mingni pastiga tana bilan tushsa, men bozordan chiqaman. Hozir tushmadi, demak men bozordaman. Minusdagi koinlarimni ham sotmayman. 110 mingdan tana bilan pastga tushsa, keyin bir qator bounce beradigan bo'lsa ham, men umuman koinlarimni sotib turishim mumkin bo'ladi. Shunda bizga real bear marketga kirgan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ungacha 110 mingni tana bilan pastida buzishimiz kerak. Lekin ungacha men bozordaman. Dushanba kuni Bitcoin ham hozir aytganimizdek S&P 500 biroz ochilib yuqoriga harakat qiladigan bo'lsa, bu coinlar ham biroz yuqoriga yursa, Bitcoinlar bo'lsin, Ethereum bo'lsin, altcoinlar ham sekin-sekin o'zini tiklaydi. Hammasi birdaniga bo'lmasa ham sekinlik bilan, asta-sekinlik bilan o'zini tiklab boradi. Hop, ko'pchilik bu kechagi altcoinlardagi tushliklarda, umuman kripto bozoridagi tushliklarga shu Trampni sabab, ya'ni Trampni sabab qilib keltirishyapti. Bunga Tramp sabab bo'lgani yo'q bunga. Ya'ni Tramp boj solishimiz mumkin deganiga, ya'ni bir kun oldin biroz reaksiya bergan. Lekin ahamiyat bersak, fond bozorlari bekilgan paytda, mana misol uchun Bitcoinni qarang, BTC SMEda 117 ming, salkam 116 ming, 990 da berkilgan SME. Ya'ni bu fond bozorlari berkilgan. Hozir Bitcoin 112 mingda turibdi. Dushanba kuni ochiladigan bo'lsa, shu joydan ochilsa deylik, nima bo'lishi mumkin? Gap qoladi. Mana shu gapni to'ldirib, yana pastroqqa tushib, keyin ketishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ertaga dushanba kungacha bu yana mana shu 117 mingga chiqib oladi-da, hech qanaqa gapsiz ochilib, yana kelgan joydan davom etib ketadi. Ya'ni bunda premium, discount, demak biz discountdamiz. Discountda bo'lganligimiz uchun FVG bilan ishladik. Bu yerda yana o'z kelgan joydan davom etib ketaveradi Bitcoin. Yoki Ethereum. Ethereum ham bizda nechida berkilgan? $4000 yuqorisida berkilgan. Bu ham yaxshi berkilgan. Ya'ni bu yerda qarasak, likvidni pashda olmagan, no, oldi desak ham, biz discountdamizda, OTA zonadamiz. Hop, OTA zonada berkinlikmi? Dushanba kuni bu ham misol uchun yana o'zini tiklab olsa, dushanbagacha yoki tiklamasa ham gap bilan ochilib, bu gapni to'ldirib, biroz yana pastga tushib, olinmagan likvidlarni olib, keyin yana dalishga ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsada yana bir qator, ya'ni bir umid qilsak bo'ladi deb qarayman. Endi bu kechagi tushliklar fond bozorlari berkilgandan keyin sirazi o'qishni boshladi. Ahamiyat bergan bo'lsa, fond bozorlari berkilgandan keyin sirazi o'qishni boshladi. Bunda juda katta sabablardan shu market makerlar, ya'ni birjalarda egalar va gigant birjalar, misol uchun Binance va Coinbase'larda nima bo'lyapti? Misol uchun umuman
Shunday tranzaksiyalarni, savdolarni berkitib qo'ydi. Chunki bu tushliklarda ular ochib qolsa, birjalar bankrot bo'lib ketadi. Ya'ni juda ko'p insonlar bundan foyda qilib oladi. Birjalar bankrot bo'lib ketadi. Shuning uchun bular o'z savdosini bekitib qo'ydi va boshqa birjalar ham bekitib qo'ydi. Chunki birjalarda tabiiy bu bekitib qo'yishligi. Ko'pchilik o'zi APTni ko'rsatib 1 sentga tushdi, atomni ko'rsatibdi 1 sentga tushdi. Shu joyda mabodo olganlar bo'lsa, juda katta foyda qildi. Yo, unaqa emas. Bu yerda ololmaysiz, hayotda ololmaysiz. Hattoki siz stop qilib qo'ygan bo'lsangiz, stopingizni ham urmaydi bu tushliklar. Ya'ni bunda hech qachon bozor oldi-sotdiga talaba taklifga birdaniga nima qilib berolmaydi. Bu shunchaki birjadagi nosozliklar hisoblanadi. Shuning uchun bu tushliklarda men vahimali deb bilmayapman. Ya'ni vahimali tushdi. Endi bo'lgan ish bo'lib bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Bo'lib bo'ldi, tushib bo'ldi, tushadigan joyiga kelib bo'ldi. Endi bundan buyog'iga vahima qilishi keragi yo'q deb bilaman. Bundan buyog'iga shunchaki nima xato qildik? Ana shu xatolarimiz ustida ishlab, holatlarimizni ko'rib, bir qator yana nima sababdan bizda shunchalik minus bo'lyapti? Nima tizim qila olmadim? Stop bilan ishlayotgan bo'lsam, nimaga stop qo'ymadim? O'rta muddatga olayotgan bo'lsam, nimaga bo'lib olmadim? Shunaqa narsani o'zimizga ko'proq savol berib, nima qilishimiz kerak? O'zimizga ko'proq savol berib, ustimizda ishlashimiz kerak. Ilm olishimiz kerak, tajriba qilishimiz kerak. Bozorda hozir yangi boshlaganlarda va alt sezon degan gap, mana ahamiyat bergan bo'lsangiz, 2 oydan beri bozorda juda qiziyotgan payti edi. Bozor ana shu alt sezonchilarni chiqardi o'yindan. Tushunapsiz? Alt sezonchilarda bozor o'yindan chiqardi. Endi yursa bir realniy yuradi, yaxshigina yurib boradi bozor. Bunga yagona misol mana oddiy Bitcoindan ahamiyat bersak, shu boj joriy qilingan payt, undan keyingi holat. Ya'ni qancha tushish? Masalan 20% tushish, undan keyingi holat. Qancha o'sish bo'lyapti? 65%. Ya'ni 3 baravar. 3 baravar degan. Shuning uchun bunaqa tushliklardan qo'rqmasimiz kerak. Faqat sabr qilishimiz kerak. Sizlardan lichkada ko'pchilikka javob bera olmayapman. Chunki realniy ko'p odam yozib o'rganda. Bir yo'q deganda 50 kishi bo'lmasa undan ham ko'p. Shunda lichkani o'tsam, ponni to'lib ketgan lichka. Shuning uchun ma'zur tutasizlar, ko'pchilikka javob bera olmasam. Chunki men ham vaqtim bor. Har bir kishiga javob bersam, undan yana atvetga qaytib, unga yana javob berishim kerak. Shunaqa holat bo'ladi. Umumiy holatda mana live'da qilib tashlab qo'yaman. O'zi bu live zapisini ham tashlab qo'yaman. Buni ko'rib bemalol nima qilib olsak bo'ladi. Yagona iltimosim, yagona murojaatim bir ukalik yoki do'stlik yoki akalik murojaatim. Minusdami sotmanglar. Ya'ni tushsa-cha, tushsin mayli. Baribir biz sabr qilib tursak bu o'sadi-ku, yana tushsin. Yana o'sadi-ku bu. Tarix bo'yicha qarasak, har tushgandan keyin o'sishlik bo'lgan-ku. Tarix bo'yicha qarasak, har tushgandan keyin o'sishlik bo'lgan-ku. Har tushgandan keyin hatto o'sishlik bo'lgan-ku, to'g'rimi? Faqat bizda sabr kerak. To'g'ri, endi ayrimlarimiz misol uchun full depozit bilan kirib olganmiz. Endi bu narsani, mana shu narsalarni o'nglashimiz kerak-da. Tizim, sistema degani shu narsa. Tizim, sistema degani siz qanaqa savdo qilasiz? Ana shu savdoyingiz ustida tizim, o'zingizga bir sistema qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin shu sistemani ustiga savdo qurishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi savdo yo'nalishingizni aniqlaysiz va unga siz tizim, sistema tuzib chiqasiz va ana shu o'zingizning sistemangiz ustida savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam sizda panika, hali unga sakraymiz, hali bunga sakraymiz. Mana shu holatda oxiri bu bozordan na foyda qila olamiz. Faqat minus qilib bozordan chiqib ketib qolamiz. Bozorda qolishligimiz uchun tizim va sistema bo'lishi kerak va mana shu tizim va sistemamizga qat'iy rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Shu yagona misol uchun murojaatim deymanmi, iltimosim deymanmi? Sotmanglar, minusdagi ko'ldan sotmanglar. Yana tushsa-chi, yana tushadi. Tushishi mumkinmi? Ha. Yana tushsa qo'shib oling. Imkon qiling, qayerdandir pul oling, depozit qiling. Yana tushsa qo'shib oling. Yoki bo'sh depozitingiz bo'lsa, ana shunga qo'shib oling. Lekin hozir minusdagi coinni umuman sotishlikni maslahat bermayman. Plyusda bo'lganda yoki hech o'zini pulida bo'lganda, ha bo'pti, endi sotib turing, bozor sal o'ziga kelib olsin desakda, hozir minusdagi coinni sotib olsak,
o'ylaymizki, boshqa ko'llarda o'lib biz foydaga chiqib olamiz. Yo'q, boshqa ko'llarda o'lib foydaga chiqishimiz juda qiyin holat. Juda qiyin holat. Hozir minusdagi coinni pastdan qo'shib olsak, minusdan chiqishimiz osonroq bo'ladi, lekin pastdan qo'shib olmasak, endi sabr qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha joylarimizga, misol uchun deylik, 1 oyda chiqar, deylik 2 oyda chiqar. Lekin baribir sabr qilsak chiqib beradi. Lekin hozir sotib boshqa coinni chiqaraman desak, chiqara olmaymiz. Naоборот, yana minus bo'lib ketadi. Shuning uchun sotishlikni umuman maslahat bermayman. Hop, umumiy holatda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni hammaga murojaatam, chunki juda ko'pchilik lichkaga yozganligi uchun umumiy live ochib bir nima qilishlikka qaror qildim. Hozir bu videoni Xudo xolasa YouTube'ga joylab, linkini tashlab qo'yamiz. Bemalol yana ko'rishing mumkin bo'ladi. Kimdadir savol bo'lsa, biroz qisqa muddatli savol-javob qilishimiz mumkin bo'ladi.